Dard borki shifosi bor deb ota bobolarimiz bejizga aytishmagan azizlarimiz. Tabiatning o'zi tabib deyishadi ba'zilar. Ya'ni ixlos bilan vaqtida harakat qilinsa, har qanday kasallikdan Allohning izni bilan chiqib ketishlik asli qiyin emas. Demak, bugungi kontentimiz o't qopida, buyraklarda yig'ilgan qum, tosh va tuzlar haqida bo'ladi. Mana bu ko'rib turganingiz sporish, ya'ni qush tili deyiladi. Buni e'tibor qilsangiz tabiatda chumchuqlar, tovuqlar, parrandalar albatta terib yeyishadi. Nega? Sababi ular tosh iste'mol qilishadi va tanadagi yig'ilgan toshni shu bilan o'zlarini tabiiy Alloh bergan instinkti bilan yeb tushirib olishadi va aynan qush tili, ya'ni sporish o'simligining tanadagi moddalar almashinuvida, suyak hosil bo'lishida va tanadagi har bir jarayonni kechishida aktiv moddalari bor. Bu ilmiy isbotlangan ham. Demak, mana bu qush tili, ya'ni sporishimizdan olib, yuvib, quritib qo'yingizlar maydalab. Buni ishlatilishini hozir sizlarga tushuntiramiz. Endi mana bu ko'rib turganlaringiz lapuh, ya'ni qariqiz deyiladi. Qariqizni yurib olasizlarda bargini miyasarovkadan chiqarib, sokovijimalkadan chiqarib, suvini olasizlar. Buning bir choy qoshiq suvini tengma-teng asalga qo'shib, sahar och qoringa bir kunga bir marta iste'mol qilinadi. Buni tushundingiz. Qush tilini esa bir osh qoshiq maydalanganligini kechasi 500 gram, ya'ni yarim litr qaynagan suvga bankaga damlab qo'yasizda, sahar damlab qo'yib, sahar suzib olib, kun davomida har 2 soatda oz-ozdan ichib yurasiz. Qush tilini 20 kun iching, 10 kun dam oling, yana 20 kun iching. Ikkita kurs, xohlasangiz 3-4 kurs. Har 20 kundan keyin 10-15 kun dam olishingiz kerak. Qariqiz lapuh sokini 10 kun iching, 10 kun dam oling, 10 kun iching, 10 kun dam oling. Har kun ertalab bir choy qoshiqdan. Tanangizdagi o'zgarishlarga, boshdan oyoq bo'layotgan jarayonga hayratda qolasiz. Shifosini bersin.